Assalomu alaykum. Osiyo fasadniy pletka oshqozlari. Mana Osiyo fasadniy pletkalarimizda 3D ko'rinishdagi toshlarimiz mana. Ko'rib o'tishlaringiz mumkin, juda chiroyli chiqdi mana. Mana. So'killarimiz usti, mana. Mana so'kiliga ham 3D toshlarimizdan qilib berdik, mokriy svetdagisidan. Bu lak sepilmagan holati. Mana chekkilariga uni mokrisidan urilib yubordi, mana chiroyli chiqadi. Mana ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Mana derazalar qirog'iga mokriy tunika. Mana lak sepilsa buni holatga o'tadi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana juda chiroyli holatga o'tadi mana. Mana lak sepilsa mana shu holatga o'tadi. Bu lak sepilmagan holati. Bu joyimiz Beshariq shahrida bo'lgan. Joyimiz 130 kvadrat atrofida. Bu pletkalarimiz devor tanlamaydi. Sho'r chiqadimi? Pletkani orqasida qoladi. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Har xil turdagi pletkalarimiz bor. Zakazlar qabul qilaveramiz. Bu biznesga qiziqqanlar aka-ukalarga qoliplar ham ishlab chiqaramiz. Kelib yotib o'rganib ketishlari mumkin. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Pastda YouTube kanallariga ulanish silkalab qo'yiladi. Qolgan obyektlarni ham ko'rishlari mumkin.